Bugun PUBG'ga ultimate kelibdi. Ay ay ay. Salomlasha olasizlarmi qizlar? Yurkular, ultimate. Assalomu alaykum. Tanishtirmoqsizlar. Assalomu alaykum. To'yxona ochildi bular va Nomini qaranglar. Ultimate nomi Detektiv ultimate ye o'rkeli uchun ye. Smoke. Yaxshi, no, короче, animatsiya qiziq emas. Animatsiya bizga okey. Oddiy animatsiya bizga ultimate qiziq, ultimate. Buni qarang, ultimate o'zini stoykasi bor ekan, ya'ni bitta ultimate olasiz. Shunaqa tipi Jackchan'ga o'xshab o'tiradi stoykada. O'g'il bolalar uchun вот такой ultimate menga yoqdi. Yoqdi, qani Amerikanaqa. Laboratoriyadan ko'ramiz, chota normal. Laboratoriya. Labirint. Sizlarga kulgu bo'lsa bo'ldi sizlarga. Poyez. Bu planer, poyez yarmi yo'q birikin. Qani uni yarmi. Короче, ultimate rugzak. Okey, ultimate rugzak ikkinchi o'rin va birinchi o'rin. Hammasi absolyutno bir xil. Просто yaldir yuldiri bor. Qani animatsiyasi? Animatsiyasi. Jesti, вот такой, нормально. И material. Bu yerda esa populyarkasi hali ochilmabdi. Va bu yerda qanisi ultimate qaytarishibdi bu yerda. Bizon va buni motosikli bor. Motosikl planeri. Okey, rugzakchasi. Okey. Mana shu yerdan, короче, mana shu ultimate'da nimaiki ko'ryapsizlar, hammasini olamiz do'stlar. Qancha yuz ketsa, obro' ketmasin, hammasini olamiz, full qilib qo'yamiz. Amerni ko'radigan bo'lsak, birinchi o'rin вот такой. Chasi nima 404, ana 404 error chiqadi-yu, tipi shunaqa. 404. Va bu yerda nima bu bunaqa, tipi zamonaviy ili ko'zim o'rganmaganman bunaqa. Bijir. Da, Betimga bijir qo'ying. Va bu yerda 6-o'rin va bu yerda o'zini jesti bor ekan. Kinoteatrni ko'ramiz. Telefon. Ну, okey. Короче, va bu yerda effekti ham qanaqadir RGB ranglarda. Bo'ldi, men ovqatlanib bo'ldim, endi gapiraylik. Sen ovqatlandingmi? Sen befarosatmisan sen? Yeb turadida, yeb. Qo'lda lekin takoy turar ekan, qo'lda turishini qara. Va shit chiroyli turar ekan. Katta bo'lib turar ekan, prekin bu pulemotmi bu, pushkami bu? Yashigi. Olishiga arziydi. Do'stlar, katta monetasini oldim. Bu omadli. Omadli opengiz, like, obunaga arziydi. Rahmat kadakon. Yo, intriga bu, boshdan bermaslik kerak edi, keyin Boshdan bermaslik kerak edi, keyin oxirida berib yuborish kerak edi, ha. Qarochi hozir bu 0 yusiga berib qo'ydi, endi o'rtasiga bermaydi, keyin oxirida berib yuboradi. Ana yana berdi. Yana berdi. Qarochi bitta hikoya bor-da, qarochi bitta bo'lgan voqea. 1 soat oldin bo'ldi bu voqea. O'tgan galdagi ultimate mana ikkita moneta bor edi-da. Ikkita monetaga men rugzak olaman deb turdim. Rugzak olish esimdan chiqib qopti. Ikkita monetam kuydi. Buni oldingi ultimate ikkita katta monetam kuyib ketdi prosta. Yana berdi. Buni qarang. Abrakadabra opana. Ikki dona beryapti. Ibi. Do'stlar, men Telegramda 50 ming so'mlik konkurs bo'laman. 24 ming so'mlik konkurs tugadi. Oxiriga chiqadi yaqinda. 50 ming so'mlik konkurs boshlayman. Konkursimiz 4 kundan keyin 28 aprel kuni tugaydi. 50 ming so'mlik konkursimiz random tarzda bitta obunachimizni aniqlab, akkauntimizni 50 ming so'mga kuchaytirib beramiz. Konkursga qatnashish juda ham oson. Mana shu videoni tagida konkurs deb so'rab qo'yganman. Xuddi mana shu so'zlarga bosasiz, Telegram kanaliga kirib, qadab qo'ygan postga bosasiz, top kanaliga kirib, siz obuna bosib chiqasiz. Obuna bo'lgandan keyin qatnashish tugmasini bosasiz, bo'ldi. Siz konkurs qatnashuvchilari ro'yxatidan joy olasiz. Konkursimiz 28 aprel kuni tugaydi. 4 kundan keyin kimlar Telegramdagi konkursimizga qatnashgan bo'lsa, qatnashuvchilarning orasidan bitta omadli obunachimizni random tarzda aniqlab, akkauntingizga 50 ming so'm tashlaymiz. UC bonuslardan 70 ming so'm bo'ladi. 70 ming so'mga takkoy qilib akkauntingizni kuchaytirib beramiz. Kirib qatnashib qo'yinglar. Voron kelgan do'stlar. Voron ultimate kim yutib olsa ham vashsho omadli takkoy akkaunt bo'ladi qoladi. Konkursga hammaga omad, kirib qatnashib qo'yinglar. 1 minutdan vaqt ketmaydi. Qatnashganlarga omad tilab qolamiz. Konkursimiz ush tugaydi. Bir gap aytaymi? O'sha biz bemalol sotib ola olamiz. Mana bu yerdagi hamma narsani. 6 taga buni olamiz, 3 taga buni olamiz, 9 ta material bo'libdimi? Ha, menda 6 ta bor edi o'tgan galdagi anaqadan. Yetmas ekan hammasi olishga, yana bizga 5 ta yetmas ekan. Yana 5 ta olishimiz kerak ekan. 5 ta necha yusiga chiqadi deb o'ylaysan, balo? 5 ta material. 10 minggacha boradi, maksimum 10 minggacha. Ya'ni qara, bitta moneta garant sifatida 3,5 ming yusiga tushadi. 3 tasi garant sifatida garant bilan tushsa agar 10 ming yusiga 3 ta tushishi kerak aslida. Sen 10 ming yusiga 5 ta tushadi deyapsan. Ya'ni bu 5 ta tushishi va shu omadli bo'ladi deyapsan. Birta, ikkita. Qanday bu ikkitadan tushyapti? Bu qanday ikkitadan tushyapti bu? Voy. Vashi, okey, o'sha ikkitasi bor. Hozir men kardian yusini shunday reklama qilarsam deb ultimate berib yorsachi yoki arujani berib yorsachi.
O'yi oxirida olib qo'yamizmi? Atak materiallarni ko'p berdi, sotib olgan deb aytmoqchi menimcha. Duji sotib olsak bo'ladi, почти sotib olsak bo'ladi-da. Yana 3 ta dona qoldi. Qaranglar, biz sarf 6 ta o'zimda bor edi. Hozir 12 ta bo'ldi. Ya'ni 6 ta plus mini materiallar bilan 8 ta bo'ladi. 8 ta materialni men necha pulga oldim bilasizlarmi? 8 ta materialni 7100 ga oldim. 7100 ga. Voy. 7100 ga 8 ta. Bu degani Aruja bilan Ultimate oldim degani. Omadli. Undan tashqari katta Nima material. Vashshe gap yo'q, vashshe. Qani baloni qo'li? Qani Ramikni qo'li? Mani qo'lim o'zi berdida exact yo'q. Mana bu kardinalni qo'li. Mana bunisi like bosgan, obuna bosgan omadli obunachilarimning qo'li. Qani obunachilar? Ana. Gap bo'lishi mumkin emas obunachilar. Bu bittasizlar. Tak, ya'ni 540 UC